Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi videomiz ko'pchilik tomonidan suyib minilgan va ko'pchilikka maqbul bo'lgan mashina BYD Song Plus'ning 25 modeli Smart Driving haqida bo'ladi. Yaxshilab o'tirib olinglar, birgalashib tomosha qilamiz. Qani boshladik. BYD Song mashinamiz 2021-yildan Dragon Face shakliga kelgan edi va 23-yilning yarmigacha o'sha shaklda mashina ishlab chiqarildi. Keyin 23-yilning avgust oyidan Champion mana bu ko'rinishga keldi. Ko'proq buni Elon Bashara ham dedik. Mayli, Champion ko'pchilikka yoqdi. Keyin 23-yil 6 oy o'tgandan keyin 24-yilda Honor bo'lib chiqdi. Lekin o'sha Champion ko'rinish hech narsa o'zgarmadi. Ozgina mayda-chuyda ichlarida o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa bo'lgandir, bo'lmasa ham hech narsa o'zgarmadi. Faqatgina Honor bo'ldi. Biz uni baribir Champion dedik. Keyin 24-yilning yarmiga kelganda 25 model chiqdi. Bilasizlar, 25 model chiqqanda o'zgarishlar bor edi. Birinchisi o'sha diskasida, orqasidagi BYD yozuvlarning yonishida, keyin salonlarining ko'k emas, oranjeviy bo'lganligida bir qancha o'zgartirishlar kiritildi va bir qancha kamchiliklar ham paydo bo'ldi. Ya'ni avtoparkovkalar olib tashlandi. Bir ikkita kamchiliklar bo'ldi. Mana bu yerdagi yonadigan svetlari mana bunday oddiy nikel qo'yib qo'yildi-da, patfarnigini faqat mana bu yerda qoldirildi. Shunaqa o'zgarishlar bo'ldi. Kimgadir yoqdi, asli yangilanish bo'ldi. Lekin bitta ikkita subwooferini olib tashlanishini hisobiga ko'pchilik patronlarning oltita qoldirilishini hisobiga ko'pchilikka yoqmadi va nihoyat xitoyliklar anglab yetdiki, bizga patroniklar va mashinaning aqlli bo'lishi juda ham kerak ekan. 25-yilda fevral oyidan 25 Smart Driving modelini ishlab chiqarishdi. Qarshimizda turgan ushbu mashina so'rayotgan o'sha 25-yil Smart Driving. Endi savol tug'iladi. Bu mashinani 25 model bilan 25 Smart Driving o'rtasida nimalar farqlar bor? Birgalashib ushbu videoda o'rganib chiqamiz. Qani ketdik. O'zgarishlarning birinchisi bu patroniklarning qaytarilishi. Oldiga 6 ta patronik va orqasiga 6 ta patronik. Ya'ni bu avtoparkovkaning qaytarilishi va uning ishlashi uchun xizmat qiladi. Ikkinchi farqi, o'zi 25 modeldan 3 ta lidar qo'yilgan edi. 3 ta lidar bu atrofdagi jismlarni ko'ra olardi. Ya'ni 24 modeldan ancha yaxshi edi. Endi esa 5 ta lidar qo'yildi. Bu yana ham aqlliroq bo'ldi. Bizga albatta ko'rinmaydi va eng qizig'i bizda 12 ta kamera qo'yildi. Ilgari 5 ta kamerasi bor edi. Ya'ni mana bu yerda video registratoridan tashqari tepada bitta kamera bo'lardi. Oldini o'sha adaptiv kruz kontrol uchun, boshqalar uchun ishlatgan kerak bo'lardi va 4 ta atrofini 360 ta ko'rsatadigan kamera bor edi. Endi shu narsa 12 ta bo'ldi. Bu bilan oldini ko'rib ketadigan 3 ta bo'ldi. Bu 1000 metrgacha ko'radi degan da'vosi bor. Bu degani 5 ta lidari bilan 3 ta kamerasi bilan endi lazerli lidarda ishini bajaraman demoqchi bo'lyapti. Endi unchalik bajarilmasa ham, lekin yaqinlashadi. Kerak bo'lsa yo'l yo'q joylarda, chiziq yo'q joylarda chizib keta oladi. Atrofda jismni ko'ra olgandan keyin albatta bu o'zini Smart Driving, ya'ni ekspress yo'llarda, dalniy yo'llarda avtopilot vazifasini bajarish uchun kerak bo'ladi. 12 ta kamera dedim, 12 ta kameraning 3 tasi bu yoqqa qo'yilgan bo'lsa, oldida bitta qolyapti va mana bu bokovoyda yana bitta oldi tarafini ham ko'radigan kamera qo'shilgan va slipoy zonani ko'rsatadigan kamera qo'shilgan. Demak, bu tomonida 3 ta, u tomonida 3 ta, ro'parasida 3 ta, 9 ta bo'ldi. Mana bu yoqda bitta kamera oldini ko'radigan va orqasiga o'tamiz. 360 ta ishlaydigan kameradan tashqari mana bu yerga ham kamera qo'yildi. Bu ham 360 uchun ishlaydimi yoki yana avtopilot uchun ishlaydimi? Buni endi yaxshi to'chni bilmaymiz. Lekin kamera jami 12 ta bo'ldi. Buning asosiy sababi 360 ta ham 100% ko'rsatadi, slipoy zonalarda ham ko'rsatadi va avtopilot uchun ishlaydi. Mashinani endi ichkaridagi o'zgarishlar bilan tanishsak, birinchi o'zgarmagan narsalar eshigi xuddi shundayligicha qolgan, elektropaket, hamma funksiyalari bor, eshik ochish-yopishlari o'sha.
Mana bu yerda o'sha ilgari so'nglarda ikkita nima sideniya pamyati bo'lardi. Endi bu narsani o'rnatsa bo'ladi o'zi asli. Hozir chempionlarga ham o'rnatishyapti Xitoyda. Demak, o'rnatsa bo'ladi pamyatni. Undan tashqari kolonkalar 9 ta. Ya'ni ilgari 9 ta bo'lib qoladi 25 modellar. Hozir ham 9. Subwooferini olib tashagani bilan mana bu yerdagi oldagi kolonkasi kuchaytirilgan. Ya'ni 9 ta bo'lishiga qaramasdan mashinaning ichidagi ozvuchение kuchsizlashmagan, zo'rligicha qolgan. Xo'p, eng katta o'zgarish bu rulda. Eslayim buda bo'lsa rul eski chempionning rulidan emas, endi Sillionning rulidan qo'yildi va mana bu yerda mana bunaqangi lipistok qo'shildi. Bu lipistok bu avtopilot smart driving uchun ishlaydi. Smart drivingda adaptive cruise controldan farqini hozir test drive'da ko'rsatamiz. Hop, rullarga o'sha eski knopkalar qo'shilgan, bitta knopka olib tashlangan ichidan. Bu ham bo'lsa mana bu ekranni o'ngga chapga bo'lib buralishini olib tashlangan, ya'ni kerak emas deb hisoblanyapti. Buni o'rniga mana yerda doimiy turadigan 25 modellarda ishlatilgan o'sha panel qo'yilgan. O'sha 25 modeldan bu panel yaxshi narsa bo'lgan. Doimiy pastdan klimat kontrol uchun boshqalar uchun ishlaydi. Endi qiziq narsasi mashinani mana bunday qo'yganimizda Reski 360 kameralar ishlashni boshlaydi. Atroflarni ko'rsatadi. Chunki ilgari bunaqa bo'lmasdi, faqatgina yoniga biror narsa kelsa keyin bo'lardi. Hozir esa mana ko'rib turibsizlar, 5 ta avtopilotning vazifasini ko'rib turibsizlar. Mana bu yerda bu ham bo'lsa oldi kelgan ketgan mashinalar ko'rsatib turibdi. Chiziqlar ham chizib qo'yapti o'zicha. Chiziqlarni ham ko'ryapti. Yonida bir narsa bo'lsa, ko'ryapsizlar, mana shu hozir mashina yo'qligi uchun tashqarida jimjitlik bo'lib qoldi. Kelsa darrov ko'rsatadi. O'sha besprovodni 50 wattlik telefon zaryadnik qo'yilgan. Tepalari o'sha qora. Qiziq narsasi rulda mana bu jinni mana betlari qoraytirilgan. Ya'ni padalimin rang emas, qoraytirilgan. Endi mana bu rang o'sha ko'zga o'rganib ham qoldik. Boshida ko'kdan bu rangga o'tishida qiyin bo'ldi, lekin o'zgartirildi. Abagrev rul qoldirilgan. Короче, 25 modelda hamma narsa qoldirilganda mashina aqlli bo'lib qolgan. Xolos. BYD so'ng chempionda nafaqat minib maza qilasiz, orqasida o'tirsangiz ham maza qilasiz. O'tirishni qarang. Shoxlardek o'tiribman. Mana bunaqangi parlakotnigi ham bor, kichkinagina. Ikkita pastakannigi bilan uni orqasida o'tirsangiz, mana bu panorama lyuklarini ochib qo'yib maza qilib ketish zo'r. Orqasida o'tirganda mana bunaqangi Type C, Type A portlari ham bor va sideniyalar yumshoqqina maza qilib o'tirasizlar. Endi bundan oldingi Yuan Up videosini ko'rdik. Yuan Up haqida 3 ta pozitsiya haqida gaplashdik. Bu mashinani 3 ta pozitsiyasi haqida gaplashmaymiz. Faqatgina 605 kilometrlik flagship full pozitsiyasida bilsak yetarli, chunki O'zbekistonga shu pozitsiyasi deyarli rosa arzon narxlarga kirib kelyapti. Katta zakaz bo'lgan hisobiga kitkasi ancha katta. Ya'ni bundan oldingi pozitsiyasini balkim shu narxga olishlari mumkin-da. Bundan ko'ra 605 lar olgan yaxshi, shuning uchun gaplashmaymiz u haqda. Ushbu mashina haqida gapiradigan narsalarimiz juda ham ko'p emas, hammalaring bilasizlar. Qani yuringlar, smart drivingni test drive qilamiz va yurishini birgalashib ko'ramiz. Ketdik. Elektromobili bor akalarimiz uchun arzon va sifatli 3,5 kilovatlik zaryadlik. Ushbu zaryadligimizni boshqa zaryadliklardan afzallik taraflari, ushbu zaryadligimiz birinchi o'rinda ingliz tilida, 4 ta rejimi bor, taymerlari ham bor. Bundan tashqari eng asosiysi o'zimizni rozetkalarga tushadi. Endi siz ortiqcha xarajat qilmasdan, uyga zaryadlik o'rnatmasdan bemalol mana shu zaryadliklarni bez zazimlini ishlatishingiz mumkin. Undan tashqari stansiyalar yo'q joylarga borib qolganinglarda ham o'zimizni rozetkaga tiqib bemalol zaryad qilib olishinglar mumkin. Ushbu mahsulotimizni butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz bor. Ushbu mahsulotimiz 5 metrlik, 10 metrlik va 15 metrlik turlarda keladi. Agar sizga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilib buyurtma berishingiz mumkin. Mana mashinani minishni boshladik. Kameralarini ishlashi ashi chotki 100% tepalargacha ko'rsatyapti. Endi o'sha tepadagi kameraning asosiy vazifasi nafaqat pastda tepalarda polni ko'rsatishga bo'lyapti. Keyin yurganimda polni chiziqlar ko'rinib turibdi. Ana shu 3 ta lidarligida ham shunaqa edi, lekin hozir bundan ham chotkiroq ko'rsatyapti. Sizlarga ko'rinyaptimi yo'qmi? Mana bu yerda mana chiziqlar. Hozir mana bu yerdan sal nariyoqqa boramiz. Hatto peshoxodlargacha ko'rsatadi. Mana ko'rib turinglar, oldida ikkita chizig'imiz bor. Peshoxodimiz bor. Bunday qilib qarab tursak hozir ko'rsatadimi yo'qmi bu yerda ham. Ana peshoxodlar chiqdi. Полный peshoxodlar, ya'ni распознавание знаков
ishlaydi bu mashinada. Cho'tka ishlayapti, demak ko'ra olyapti. Kameralarni vazifasini juda chiroyli bajaryapti. Ko'rgan narsasini ekranga chiqarib beryapti. Endi yonimizdagi jismlarni mana buni ham ko'rsatyapti. Odam chiqib qolsa, hozir mana mashina oldiga kelamiz. Mashinalar ko'rsatib yuboring. Mana mashinalar. Mana mashina oldiga kelamizda, endi mana bunga qaranglar. Mana shuncha mashinani ko'rsatyapti. Hamma o'sha atrofdagi jismlar polni ko'rsatadi. Bir dona chap tomonimizda bir qancha mashinalar turibdi. Mana mashinaning kameralarini ham ko'rsalaring, ko'rinishi zo'r. Qarang, tepadan ko'rinishi mana bu polni liniyalar borligi, mashinalar turganligi, parkovka chiziqlarining borligi hammasini ko'rsatyapti. Mana bu yerda mana buni bossa oldi tarafini ko'rsatib beradi. Mana buni bossa orqa polni orqa nimasini ko'rsatadi. Ya'ni 360 da ham mukammallashganida bu endi. Mana buni qo'ysa, o'sha tepadan ko'rsatadi qanaqa bo'lib turganligini. Ikkita tomonda. Mashinani endi kelinglar, mana bu lipistogi Smart Drivingni ishlatib ko'ramiz. Mana lipistogimizni bosdim, 30 ga yondi. Endi men buni 35, 40, 50 ga chiqaraman-da. Bo'ldi. Endi meni ko'rsatinglar, mana mashinani gaz bosmayman, prosta bitta gaz bosib qo'yib yuboraman, ketdi mashina. Minib ketaveradi mashinani. Men endi qo'limni qo'yib tomosha qilib, shu 50 ga chiqqungacha 50 ga chiqib olgandan keyin mashinani o'zini ketishini kutaman. Hatto nosi bor, buni rulni ushlab ketish kerak. Rulni ushlamasa, rulni ushlamayapsan deydi. Tormoz bosishga majbur bo'ldim. Voyda, hozir ko'rdilaringmi yo'qmi, bitta nimani kolodisda qopog'i yaxshi qo'yilmagan ekan, ustidan o'tib ketdi. Kolodisni ochib eshik mashinani bemalol. Endi mashinani yurishiga keladigan bo'lsak, yurishi tekis yo'lda mazza qarochi. O'zlaring baland o'tirasizlarda mazza qilib o'tda tanki haydab ketgandek mazza qilib haydaverasizlar. Politsiyskilardan o'tishni yerda ko'ramiz. Mana bunaqangi kolodislarni taraqa turuqiga bu tomonda yo'q qo'yishibdi-yu. Kolodis nimalardan o'tishga harakat qilamiz hozir. Mana bu misol uchun kolodisni tushgan joylardan hozir yumshoq o'tib ketdi. Demak, kichkina chuqurchaqlarda yumshoq o'tib ketaveradi. Lekin men mashinani ko'rganimda hatto BYD Yuan appdan sal qattiqroq, jo'skroq, yo bu balonni almashtirish kerakmi bilmayman, balonni profilini ingichkaligini sabablimi, buni ko'rish kerak. Balonni profilini balandrog'ini qo'yib ko'rib, buni ko'rish kerak. Shunga nimasi yumshoq o'tadi mashinalarda yurishi. Lekin jinni uradi. Mana hozir kichkina joylardan silliq o'tib ketyapti. Hozir xudo xolasa nimaga ko'ramiz, ota. Unaqa joylarda taqa yumshoq o'tib ketyapti, lekin yurishi yumshoq. Jo'ski deydi ko'pchilik shuni. Jo'skiligi nimada? Jo'skiligi menimcha shu urishida. Hozir men nimaga kelaychi? Tortishi zo'r mashinani. Bunga birorta gap yo'q. Hozir davay tezda yurib ko'ramiz. Bitta sportga qo'yamizda. Hop, sportga qo'yamiz. Sportga qo'ydik. Ash chotki bo'ldi. Tortishini ko'ramiz, qanaqa tortar ekan. Anti-buksiri ham bor yana-chi. Boshqa mashinaga yetib olamiz. Zo'r tomoni bu BYD anti-buksiri ham buksavat qilmaydi. Jinday buksavat tortib ketib turib, tortib ketaveradi. Sportda tortishi vobshe zo'r. 160 kilovat, 200 qancha ham ot kuchi bo'ladi? 215 mi, 225 mi ot kuchi bo'ladi? Lekin vobshe sportda yursalaring tortib yuboradi. Mana hozir bu yerdan politsiyskidan o'tamiz. Mana daq qilib urib o'tadi shu politsiyskidan. Lekin o'zi yumshoq o'tib ketadi. Urishi bor, lekin yumshoq o'tib ketadi. Sizlarga bildirmaydi. Ovozi chiqadi prosta. Mana bunaqangi. Bu menimcha balonning qattiqligi yoki profilning ingichkaligidan bo'lsa kerak. Asli Yuan appdan qattiqroq degan akalarimiz ham bor, lekin Yuan appdan qattiqroq emas bu. Yumshoqligicha bor ekan mashina, qattiq yumshoq mashina. O'ngga chapga qilganda shu ham zo'r nimasi. Endi faqat ana Volkswagenlarda qangi, ID turlarda qangi stabil emas, lekin baribir unchalik emas BYDniki. Endi BYDchi akalarimiz xafa bo'lmaylar. O'zim yaxshi ko'raman BYDni, uzun katta yo'llarda shu katta tezlikda o'ngga chapga burilganda jinday lapanglab beradi shu mashina. ID tur va yerga yotib beradi, zo'r yurardi. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham mashinani nimasi haqida gapiramiz? Gapiradigan gap yo'q, hammalar ham bilasizlar.
Mashinamiz zo'r qisqasi. Ushbu mashinani olsalaring, nima deydi, 5 yil, 6 yil hech narsani o'ylamasdan bemalol haydasalaring bo'ladigan mashina. Endi boshqacha mashina minaman degan akalarimizga qarshilik yo'q. Bu mashinani ham olib minaveringlar. Faqat chempion emas. Bizda 70% hozir ko'pchilik chempion haydayapti-yu. Faqat shu chempion deb nima qilmanglar. O'ylab boshqa mashinalar ham olaveringlar. IP008 olinglar, Leap motor olinglar. Boshqa SUV mashinalar chiqib yotibdi, yangilari. Qiziqsalaring olaveringlar. Yo'q, men mashinalarga qiziqmayman, menga shu yumshoq, komfortni yursam bo'ldi desalaring, chempionda olsalaring ham mana shuncha yutqizish bo'lmaydi. Mana aziz yurtdoshlar, ushbu mashina haqida qo'ldan kelgancha tanishtirishga harakat qildik. Albatta kamchiliklarimiz bor. Kamchiliklarimiz va fikr mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Biz albatta kommentariyalarni o'qiymiz va qo'ldan kelgancha javob beramiz. Agar sizlarga mana shunaqangi va shunga o'xshash Xitoy mashinalari kerak bo'lsa, pastki raqamlarga telefon qilinglar. Biz Xitoydan mashina olib kelib beramiz. Agar sizlarga ushbu video ma'qul bo'lgan bo'lsa, bitta like bosishni unutmanglar va shunga o'xshash videolarni doimiy ko'rib borish uchun bizning kanalga a'zo bo'lib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar, sog' bo'linglar.